Keyingi masala endi leksikologiyadan keyin morfologiya degan bo'lim bor. Morfologiyaga kirishdan oldin biz morfemika degan bitta bo'limda o'tib olishimiz kerak. Qaysi bo'lim ekan? Morfemika. Morfemika degan bo'lim bor. Morfemika bo'limi nimani o'rganadi? Eshitganmisiz oldin morfemika haqida? Kim eshitgan? Nimani o'rganadi? Demak, morfemika so'zlarning tarkibiy qismlarini o'rganadi. So'zlarning tarkibiy qismlarini o'rganadigan bo'limning nomi nima ekan? Morfemika. Morfemika bo'limida bu bitta kichkina bo'lim. Morfologiya bo'limining ichidagi yana bitta bo'limning nomi bu morfemika deyiladi. Morfemika bo'limida biz so'zlarning tarkibiy qismlarini o'rganamiz. Endi savol tug'iladi. So'zlarning tarkibiy qismlari nima degani? So'zlarning tarkibiy qismlari nimadan tashkil topadi desa, morfema deysiz. Har bitta bo'limda o'zini o'rganadigan birligi bor. Masalan, leksikologiya bo'limi so'zni o'rgandi, fonetika bo'limi tovushni o'rgandi. Endi morfemika bo'limi nimani o'rganar ekan? Morfemani o'rganadi. Ya'ni so'zlarning tarkibiy qismlarini o'rganadi morfemika. Endi o'sha so'zlarning tarkibiy qismlari nimadan tashkil topadi? Morfemadan tashkil topadi. Morfema degani nima degani desa, morfema degani so'zdagi ma'noli qism. So'zdagi har bitta ma'noli qism bittadan nimaga yuradi? Morfemaga yuradi. Nechta ma'noli qism bo'lsa, shuncha morfem bor degan. Masalan, o'rik, zor, lar, ga desam, mana shu gapda nechta morfemi bor bilish uchun uni ma'noli qismlarga ajratamiz. Eng kichkina ma'noli qism qaysi bo'ladi? O'rikmi, o'rmi? O'rik. Keyingi ma'noli qism o'rik, zor. Keyingisi lar, ga. To'g'rimi? Nechta ma'noli qism bor ekan? Nechta ekan? O'rik, o'rikzor, o'rikzorlar, o'rikzorlarga. Nechta ekan? 4 ta. Bu degan nechta morfemi bor? 4 ta. Mana so'zni tarkibiy qismga ajratish degani mana o'rik bitta, zor bitta, lar bitta. Mana shunday tarkibiy qismga ajratadi. Har bitta tarkibiy qismga ajratganingizda bir-biri bilan bevosita mantiq zanjiri orqali bog'lanishi kerak. Ya'ni o'rikzorlarga so'zdagi bitta ma'noli qism qolib ketyapti-yu, o'rmoq degan so'z ham bormi bizda? Ma'no bormi? Bor, lekin o'rmoq so'zini o'rikzorlarga degan qismga aloqasi bo'lmaganligi uchun buni tarkibiy qismga ajratmayapmiz. Har bitta tarkibiy qism bir-biriga mantiq zanjiri orqali bog'lanib ketishi kerak. Agar bog'lanmasa, mana gulchilar desa, mana gulchilar 3 ta. Gulga gulchini aloqasi bormi? Umuman gulchilarga gul so'zini aloqasi bormi? Bor. Xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Agar mantiq zanjiri orqali bog'lanmasa, bir-biriga mantiqan ulanmasa, uni asos qilib ola olmaysiz. Masalan, kitob so'zini kit va ob so'zlariga, tarkibiy qismlarga, morfemalarga ajrata olamizmi? Yo'q. Nimaga? Chunki kit degan so'zga kitob so'zi hech qanday mantiq orqali bog'lanmaydi. Shuning uchun bu yerda kitob bitta deymiz. Tushunarli? Yoki bo'lmasam kurak so'ziniga kurak plus k ikkita morfema bor deya olamizmi? Deya olamiz. Chunki kuramoq degan so'z bilan kurak so'zini biz mantiq orqali nima qila olamiz? Bog'lay olamiz. Ya'ni kurashda ishlatiladigan narsa nima bo'ladi? Kurak deyiladi. Nimadir ozgina jichcha bo'lsa ham bog'lanib qolsa bo'ldi. Tushundingizmi? Yoki bo'lmasam o'lka so'ziga o'l plus k deb ajrata olamizmi? O'lmoq so'ziga o'lkani aloqasi bormi? Yo'q. Demak, bu yerda nechta morfema bor? Bitta. Endi iska so'ziga is va k so'zlarini ola olamizmi? Olamiz. Chunki is bilan iskani aloqasi bor. Ya'ni is hid degani bo'lsa, hidni hidlaydi, isni nima qilinadi? Iskalar. Is kelsa, keyin siz iskaysiz. Mana shunaqa qilib tarkibiy qismlarga bo'lib o'rganadigan bo'limning nomi morfemika. Tarkibiy qismlarga bo'lib olganingiz, har bittasi bittadan nimaga yuradi? Morfemaga yuradi. Demak, mana bu so'zda ma'noda 4 ta morfem bor, bunda 3 ta morfem bor, bunda bitta morfem bor, bunda 2 ta morfem bor. Yoki bo'lmasam suvchilik
Ningda nechta morfema bor? Suv, suvchi, suvchilik, ning nechta ekan? 4 ta morfema bor deymiz. Endi zar, gar, chi, lik nechta morfem bor? 4 tami? Zar, zargar, zargarchi degan ma'noli qism bormi bizda? Yo'q, chilik bo'ladi. Nechta ekan? 3 ta ma'noli qism bor ekan. Har bitta ma'noli qismga ajratganingizda bitta ma'no ifodalay olish kerak-da. Suvchi desak ma'noni anglata olyapti, lekin bizda zargarchi degan so'z yo'q-ku, yo bormi? Yo'q, shuning uchun buni ma'noli qismga bunday ajratmaymiz. Xuddi shunaqa qilib ajratasizlar va o'ta ehtiyot bo'lasizlar ma'noli qismlarga ajratayotganinglar. Tushunarlimi? Yaxshi. Endi keyingi masala so'zlarni tarkibiy qismlarga ajratishni va morfemalarga ajratishni o'rganib oldik. Endi o'sha hozir yozgan morfemamiz ikki xil bo'ladi o'rtoqlar. Bittasi yetakchi morfema, bittasi ko'makchi morfema. Xo'p, yetakchi morfemani biz erkalab nima derdik? Asos derdik. Ko'makchi morfemani erkalab qo'shimcha. Demak, so'zning tarkibiy qismlari morfemalardan iborat bo'ladi. Morfemalar esa ikki xil bo'ladi. Yetakchi morfema hamda ko'makchi morfema. Xullas, so'zning tarkibiy qismlari asos va qo'shimchalardan iborat bo'ladi. Asos va qo'shimcha degan narsani endi eshitgan bo'lsangiz kerak yo eshitmaganmisizlar? Eshitganmisizlar? Aniq eshitganmiz? Eshitganmisiz? Eshitmaganmiz. Qaysi maktabda o'qigansiz? Sizchi? Eshitgansiz-a? Sinfdoshmisizlar? Sinfdoshmisizlar? Xo'p. Endi yetakchi morfema, ya'ni asos. Biz bitta so'zni asosini qanday topamiz? Ya'ni yetakchi morfemasini qanday topamiz? Yetakchi morfema 3 ta shartga javob bo'lish kerak. Birinchisi, u nima qilish kerak? Mustaqil qo'llana oladigan birinchi shart. Ikkinchi shart, ma'lum so'roqqa javob bo'lish kerak. Uchinchisi, atash ma'noga ega bo'lgan nima ekan? Qism. Demak, любой so'zni asosini topayotganda 3 ta shartni qo'yib olasiz. Birinchisi, u mustaqil qo'llana olish kerak. Ikkinchisi, ma'lum so'roqqa javob bo'lish kerak. Uchinchisi, atash ma'nosi bo'lish kerak. Atash ma'no degani nima degani? Uni borliqda ifodalaydigan ma'no. Ya'ni o'sha so'zni men sizga mana shu so'zni asosi mana shu so'z deganimda hayolingizga nimadir kelish kerak. Masalan, o'rikzorlarga deb ajratdik, to'g'rimi? Shunda o'rikzorlar so'zini asosi qaysi bo'ladi? O'rik bo'ladi deydigan bo'lsak, endi o'rik so'zini mana bu 3 ta so'zga qo'yamiz. Mustaqil qo'llana oladigan. Ya'ni zorlargani o'chirib tashlasam, o'zini ishlata olamanmi? O'rik deb mustaqil qo'llanadigan qo'shimchasiz o'zi keladi. O'rik deb ishlata olaman, so'roq beraman, o'rik nima va atash ma'noga ega. O'rik desam hayolingizga nimadir kelyaptimi yoki eshitma kelmayaptimi? Kelyapti. Demak, o'rikzorlarga so'zining asosi o'rik. Kitob so'zining asosi kitobda o'zi. Suvchi so'zining asosi suvchilik so'zining asosi suv bo'ladi. Mustaqil qo'llana oladi, bo'ladi, o'chirib tashlasam ham, to'g'rimi? Suv. Atash ma'noga ega, nima so'roqqa javob bo'lyapti. Kurak so'zining asosi ko'ramoq degan so'z. Mustaqil o'zi qo'llanyapti, atash ma'noga ega bo'lyapti. Tushundikmi? Ha, tushunmaganligi uchun. Nimaga o'rikzorlarga so'zda
ur so'zi asos bo'lmayapti desak, boya aytdik. Asos o'zidan keyingi qo'shimchalar bilan yasalgan so'zdan keyin umuman mana shu o'rikzorlarga so'ziga aloqador bo'lgan eng kichkina qism asos bo'ladi. Ya'ni mantiqan bog'liq bo'lish kerak-da. Agar mantiqan bog'liq bo'lmasa, mana kitobxon so'zida ham nimaga kit asos bo'lmayapti? Chunki kit bilan kitob so'zining o'rtasida hech qanday mantiqiy bog'liqlik yo'qligi uchun. Tushundingizmi? Har bitta ma'noli qismga boya aytdik-ku, morfemaga har bitta morfema bir-biriga mantiq zanjiri orqali bog'lanib ketadi. Bittasi bog'dan, bittasi tog'dan, bittasi Xitoydan, bittasi Yaponiyadan kelib turib hosil qilib tashlab bo'lmaydi. Har bittasi bir-biriga uzviy bog'liq bo'lish kerak mana. Suv deyapmiz. Suvga qaraydigan odam suvchi bo'ladi. Suvchilarning ko'pginasi o'sha suv bilan shug'ullansa, keyin suvchilik bo'ladi. Tushundikmi? Bog'liqlik ketyaptimi yoki iska so'ziga ista asos qilib olsak, mana is bilan iska so'zini nima aloqasi bor desa, isni nima qiladi? Iskaydi. Lekin o'lka so'ziga o'lmoqda asos qilib ola olmadik. Nimaga? Chunki o'lmoq so'zi bilan o'lka so'zining o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'q. Yo bormi? Yo'q. Bog'liqlik topolmaganligimiz uchun ham buni biz nima dedik? Bitta asos, o'zi asos dedik. Qo'shimchaga ajratma. Demak, asos va qo'shimchaga ajratganingizda asos bevosita o'sha butun so'zga mantiqan bog'liq bo'lishi kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Yoki mana yog'ingarchilik desa. Asos qaysi bo'ladi? Yog'inmi, yog'mi? Yog'moq degan fe'l bormi? Yog'sa keyin nima bo'ladi? Yog'in bo'ladi. Keyin yog'ingar degan so'z bormi? Yog'ingarchichi? Yo'q, yog'ingarchilik bo'lyapti. Nimaga yog'ingar demayapmiz? Boya zargar dedik-ku, chunki yog'ingar degan ba'zida so'z yo'q-da, ma'noni ifodalay olmaydi. Har bitta qo'shganingizdan keyin bittadan ma'no qo'shish kerak, chiqish kerak. Tushundingizmi? Ana o'sha narsani aytiladi bunaqa. Tushunarli? Yaxshi. Endi keyingi masala qo'shimcha. Qo'shimcha, ya'ni qanaqa morfema? Ko'makchi morfema dedik. Ana 3 ta qoidani teskarisi. Mustaqil qo'llab bo'lmaydi. Atash ma'nosi ham yo'q, so'roqqa ham javob bo'lmaydi mana. O'rik zorlarga nechta morfema bor dedik? Jami 4 ta morfema bor dedik. To'g'rimi? Shu 4 tadan o'rik buni asosi bo'ladigan bo'lsa, zorlarga 3 ta qanaqa morfema kelyapti? Ko'makchi morfema kelyapti. U doim asosga qo'shilib keladi. O'rik so'zi olib tashlasam, zorlarga bitta o'zini mustaqilsiz yakka holatda ishlatib bo'lmaydi. Har doim asosga qo'shilib keladi. Demak, o'rik zorlarga so'zda 4 ta morfema bor. Bitta o'rik so'zi yetakchi morfema, zorlarga 3 tasi qanaqa morfema? Ko'makchi morfema sanaladi. Tushundingizmi? Yoki bo'lmasam yog'ingarchilikda nechta morfema bor? Nechta morfema bor? 3 ta morfema bor. Yog' yetakchi morfema, in plus garchilik bu ko'makchi morfema. O'rtoqlar, morfema deganda любойni sanaysiz. Asosda ham qo'shimchani ham. Yetakchi morfema, ko'makchi morfema desa, keyin asos qo'shimcha deysiz. Tushundingizmi yo tushunmadingizmi? Yetakchi morfema, ko'makchi morfema. Lekin umumiy morfemalar deydigan bo'lsa, hammasi morfema mana. 3 ta morfema, bunda 4 ta morfema. 4 ta morfema bor, 1 plus 3. Bunda 3 ta morfema bor, 1 plus 2. Tushundingizmi? Mana o'rik yog'ingarchilikda yog' yoki zargarchilik desam, unda nechta morfema bo'ladi? Zargarchilik 3 ta morfema bor. Yetakchi morfemasi zar, gar bilan chilik qanaqa morfema? Ko'makchi morfema hisoblanadi. Tushundingizmi? Demak, so'z morfemika bu so'zlarning tarkibiy qismlarini o'rganadi. So'zlarning tarkibiy qismlari nimadan iborat bo'ladi? Morfemalardan iborat bo'ladi. Morfema degan nima degani? So'zdagi har bitta ma'noli qism. O'sha ma'noli qismlar morfema deyiladi. Ma'noli qismlar ikkiga bo'linadi, ya'ni morfemalar. Yetakchi morfema, ko'makchi morfema. Yetakchi morfema ma'lum so'roqqa javob bo'ladigan, mustaqil qo'llana oladigan, atash ma'nosiga ega bo'lgan eng kichkina qism. Ko'makchi morfema esa uni teskarisi. Xullas, yetakchi morfema belgilab olganingizdan keyin qolgan hammasi o'zidan qanaqa morfema bo'ladi? Ko'makchi morfema bo'ladi. Tushundingizmi?